Barchaga salom. Sizlarga ushbu videorolikda hayotda bo'lgan voqeaga asoslanib suratga olingan film haqida so'zlab beramiz. Videomizni boshlashdan oldin, iltimos kanalimiz rivoji uchun videoga like bosib, kommentga 3 ta harfdan ziyod gap yozing. Ishoning, ushbu harakatlaringiz bilan kanalimiz rivoji uchun juda katta hissa qo'shgan bo'lasiz. Qani boshladik. Film boshida yosh qiz tog' tepalarida aylanib yuradi va hojatxonaga kirishi bilanoq u yerdagi ayolga uning ismi Natasha ekanligini va uni o'g'irlashganini aytadi. Keyingi sahna ko'rinishida esa yosh qizcha barda raqsga tushayotganini ko'ramiz. Uning raqsi hammaga yoqadi, barcha olqishlaydi va uning otasi qizini ko'tarib barchaga bu mening qizalog'im deydi. Ertasi kuni Natashani oyisi uyg'otadi maktabga borishi uchun. Natasha o'rnidan turib tayyorlanishiga ko'proq vaqt ketadi va oyisi jahldorlik qilib baqirib urishadi, chunki oyisi ham ishga kechga qolyapti. Natasha ovqatlanish uchun oshxonaga chiqadi. Shunda uni oyisi uning ko'zlari qizarganini ko'rib, undan yana barga bordingizlarmi deb uning otasini la'natlaydi. Shunda qizaloq otasining yonini olmoqchi bo'ladi. Buning uchun esa uni oyisi ikkala yuziga ham uradi. Shundan so'ng Natasha ko'zida yosh bilan maktabga yo'l oladi, ammo uni birdan o'g'irlashib, maxsus yer ostida qurilgan xonaga olib borib tashlashadi. Qizaloq o'ziga kelgach, u yoq bu yoqni ko'rmoqchi bo'ladi, lekin hamma yoq qorong'u. U juda qo'rqishni boshlaydi. Uni o'g'irlagan odam xonaga yotish uchun joy tayyorlaydi. Shunda Natasha o'z uyiga ketgisi kelayotganini aytadi, lekin u odam xonadan jim chiqib ketadi. Uning ketidan Natasha qattiq baqirardi, lekin uni hech kim eshitmasdi. Va keyin u ustki kiyimini yechib, o'shani yostiq qilib yotardi. Keyingi kuni uni o'g'irlagan odam unga pecheniya va shirinliklar olib keladi va unga Malika haqida ertak o'qib beradi. Va Natasha yotishidan oldin uni ketmasligini so'raydi, chunki u yerda o'zi qo'rqishini aytadi va uyqudan oldin uni o'pib qo'yishini ham aytadi. Uni o'g'irlagan odam esa orqasiga qaytib, uyqudan oldin uni o'pib qo'yadi. Qizning yo'qolganini bir zumda politsiyaga xabar berishadi. U haqida barcha telekanallarda aytisha boshlashadi. Keyingi sahna ko'rinishida esa o'g'rining onasi unga dam olish kunlariga yetadigan oziq-ovqatlar qo'yayotganini ko'ramiz. Shunda u onasiga ikkita odamga yetadigan qilishini so'raydi. Shunda uning onasi bunga hayron bo'lib qoladi. Keyin u Natashani oldiga kirib, uni sochini yuvmoqchi bo'ladi. Shunda qizaloq oyisini oldiga ketishini so'raydi, lekin o'g'ri uni battar urishib, hamma yoqni vayron qilib, yig'ishtirib qo'yishini aytib chiqib ketadi. Oradan bir nechta kun o'tgach, o'g'rining uyiga politsiyadan kelishadi va uni mashinasini, uylarini tekshirishadi. Ammo qiz yer ostidagi xonada bo'lgani sababli uni topisha olmay, jimgina ketishadi. Xona ichida qamalib yotgan Natasha oilasi bilan o'tkazgan baxtli damlarini o'ylab yotardi. Uni o'g'irlagan odam xonaga domofon o'rnatdi, Natashani har doim ko'rib va eshitib turish uchun. Oradan 186 kun o'tdi. Bizga Natasha kiyimlarini ilib qo'yganini va xuddi ularga dars berayotgandek bo'layotganini ko'rsatishadi. Domofon orqali Natashadan u tishini yuvganmi, yo'qmi so'raladi. Va qiz aldashga harakat qiladi, lekin uni hamisha kamera orqali Volgan kuzatib turardi. Va oradan 1695-kun o'tdi. Volgan Natashaga kurtka olib keladi va undan nimaga bunaqa o'tirganini so'radi. Shunda qiz undan qon kelayotganini aytib, cho'milishini so'raydi. Shunda Volgan uni tepaga olib chiqadi va qayerga yur desam, o'sha tarafga yuri. Agar qochmoqchi bo'lsang, baqirsang, o'ldiraman deb po'pisa qilardi. Va nihoyat ular cho'miladigan joyga kelgach, Natasha butunlay yalang'och holatda Volgan kuzatuvi ostida cho'mildi. Keyingi kuni Volganning onasi undan sevgan qizi bormi deb so'raydi. Bunday savolga javob esa Natashaning bir tolagina sochi edi. Buni bilgan Volganning juda jahli chiqadi va u Natashaning sochini kalga olib tashlaydi. Natasha dasturxon yoyadi. Volgan unga sovg'a olib keladi va ular birgalikda bir-biriga omadli yangi yil tilashadi. Sovg'a ulashishni Volgan kameraga yozib oladi. Natasha sovg'alardan xursand bo'ladi va uni quchoqlab o'zining oilasi haqida so'raydi. Shunda Volganning yana jahli chiqadi va unga sening oilang menman, oying ham, dadang ham, buving ham bu menman deydi va sening isming endilikda Natasha emas, Vivi deydi.
Biroz vaqtdan so'ng Natasha Volganga xona ta'mirlashda yordam beradi. Shunda Volgan Natashaga ustki kiyimini yechishini so'raydi va u shunday qiladi. Shunda Natasha bu xona u uchun tayyorlanayotganmi, yo'qmi shuni so'raydi. Shunda yana Volganning jahli chiqib, bir kuchi bilan qopni urib ketadi. Shundan so'ng Natasha endilikda Vivi cho'milib chiqishini so'raydi va unga Volgan bugun u bilan yotishini aytadi. Va yotishdan oldin o'zi bilan Vivini qo'llarini bog'lab oladi. Keyingi kuni esa Volgan Vivini ichki kiyimda yotishini aytadi. Volgan Viviga yangi kiyimlar olib keladi. U kiyimlarda Vivi juda chiroyli ko'rinardi va ular qurilish mollari do'koniga yo'l olishdi. Va u yer juda katta, odamlar ko'p. Birdan Volgan kerakli narsa qarab ketdi. O'sha payt Vivida qochish imkoniyati bor edi. Lekin u o'ylanib olaman deguncha Volgan qaytib keldi. Va ular bir necha kunda xona ta'mirlashini bitirishdi va ichkariga kirishdi. Shunda Volgan Viviga sovg'a beradi. Sovg'ani ochib qaragan Vivi hayron qoladi. Chunki bu oppoq ichki kiyim sifat kelin ko'ynak edi va ular yotishga tayyorgarlik ko'rishardi. Volgan Vivini sekin lablaridan o'pa boshlaydi va u bilan bo'ladi. Shundan so'ng Vivi nimaga aynan uni tanlaganini so'raydi. Shunda Volgan unga sening kulishing sabab deydi. Ma'lum bo'lishicha, Volgan Natashani yosh qizaloq paytida ko'rgan va unga uning kulgusi juda yoqib qolgan. U reja tuza boshlagan, yer ostida xona qurgan va Natashani kuzata boshlagan, o'g'irlash maqsadida albatta. Oradan ko'p o'tmay Vivi o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'ladi. Buning uchun xonada olov yoqaman deb turganida xonaga Volgan keladi va darhol u nima qilmoqchiligini bilib oladi va uni ura boshlaydi. Boshqa bunaqa qilmasligini aytib, Vivi hayotdan to'yib ketganini, uni ozod etishini so'raydi. Lekin Volganga buni qizig'i yo'q edi. Vivi qog'ozga har bir urganini yozib borardi, esdan chiqarmaslik uchun. 2847-kuni Volgan Vivini aylanishga tog'iga olib boradi. Lekin Vivi juda ko'p marotaba yiqiladi. Buning uchun ham Volgan unga baqirar edi va Vivi undan hojatga borishini so'raydi. Oldin hojatxonani tekshirib, keyin kirishini aytadi. Vivini ketidan bir ayol hojatxonaga kiradi va Vivi darhol u ayol yoniga uchib boradi. Uning ismi Natasha ekanini, uni o'g'irlashganini aytardi. Ammo buni foydasi yo'q, chunki u ayol Natashani tilini tushunmasdi va chiqib ketdi. U yerdan qaytgach, mashinani ichida Vividan hojatxonada nima bo'lganini so'raydi Volgan. Vivi unga hech narsa deb javob berdi va yana aldagani uchun kaltak yedi. 2908-kun Volgan Vivini 18 yoshga to'lgani bilan tabriklaydi. Yangi ko'ylak sovg'a qiladi, raqsga tushishadi va tort kesib tug'ilgan kun nishonlashadi. Ertasi kuni ular birgalikda bog'da bu ishlar qilib yurishardi. Qo'shnilar ham ularni ko'rib havas qilishardi. Keyingi kuni Natasha Volganga mashina yuvishga yordam beradi. Shu payt Volganga kimdir qo'ng'iroq qiladi va u ichkariga kirib ketadi. Shunda Natashada oxirgi imkoniyat paydo bo'ladi. Qarasa, eshik ham ochiq va u bor kuchi bilan u yerdan qochadi va kimnidir uyiga kirib qoladi va hamma gapni aytib beradi. Ular tezda politsiyachilarni chaqirishadi. Politsiyachilar tez orada kelib Natashani olib ketishadi va uning oilasiga xabar berishadi. Qizidan umidini uzgan ota-ona bu xabardan juda xursand bo'lishadi. Bu vaqt ichida Volgan o'zini poyezd tagiga tashaganini bizga ko'rsatishadi. Film oxirida bizga baxtiyor Natashani ko'rsatishadi. U mashinada o'tirarkan shunday deydi: "Ikkimizdan birimiz tirik qolishimiz kerak edi. Bu menman, lekin sen emas", deydi. E'tiboringiz uchun rahmat azizlar. Agarda shunaqa yo'nalishdagi videolar sizlarga yoqsa, iltimos kommentariyda yozib qoldiring va biz albatta sizlarga bundanda qiziqarliroq videoroliklar tayyorlaymiz.